Eng qiyin operatsiyam adashmasam 7 soat bo'lgan. Bu yosh katta onaxonga yurak kuchi kamayib ketganligi uchun 3 kamerali kardiostimulyator, ya'ni CRCD uskunasini qo'yayotgan paytimiz bo'lgan. Xullas, bemorning hamma etapida muammo chiqqan. O'zi apparat qo'yishda nechta etap bo'lsa, hammasida muammo bo'lgan. Birinchi muammo o'sha biz chap tomondan o'qamiz, chap tomonni ochib, funksiya qilib, simlarni endi kiritayotgan paytimiz ko'rsak, uni pastrog'idan tomir to'la yopiq. Ya'ni tromboz bo'lib, vaqtida yopilib ketgan, kasalga shikoyat tug'dirmagan. Keyin kirdik, chap tomonni qayta tikib chiqib, o'ng tomondan tushib, ana chap qorincha elektrodini dastavkasi chap tomondan kirishga mo'ljallangan, o'ng tomondan u bilan tushish muammo. Uni olib tashlab, boshqa narsalarni ishlatib, xullas polностью hamma etapda improvizatsiya qilib ishlaganmiz va 7 soat operatsiya davom etgan. Qiziq tomoni, operatsiya muvaffaqiyatli tugagan. Ya'ni 7 soatda bo'lgan bo'lsa ham operatsiya muvaffaqiyatli tugab, demak kasal 100 metr yura olmaydigan kasal bemalol уже 2-3 kilometr yuradigan bo'lgan. Shu uchun operatsiya qancha ko'p cho'zilsa-da, charchaydi xirurglar, assistentlar charchaydi, kasalni o'zi charchaydi, lekin rezultat muvaffaqiyatli bo'lsa, bu charchoqlar darrov unutiladi. Hamma narsa esdan chiqib ketadi va buni zo'r emotsiyalar bilan eslanadi.